Assalomu alaykum. Dongfeng 008 avtomobiliga Pandora signalizatsiyasini o'rnatish uchun programma yaratildi. Bugundan boshlab bu mashinaga ham Pandora signalizatsiyalarini o'rnatish mumkin bo'ladi. Master akkauntga ehtiyoji yo'q. Pandora orqali mashinani butunlay boshqarsa bo'ladi. Misol uchun mana ochish yopish, mashina qulflari oyda hamma narsasi yopiladi. Mashina balon datchiklarini ham polni ko'rsatib turadi. Necha foiz zaryadi borligi, zaryadga ulanganligi haqida ma'lumot, hamma narsani telefon orqali ko'rib turishingiz mumkin. Zaryadkada turganligini ko'rsatib o'tib ketamiz. Va masofadan turib mashina klimat kontrollarini ham boshqarsa bo'ladi. Klimatini ishga tushiramiz. Yopildi. Klimat kontrolda ham hamma narsa ishga tushdi. Xohlagan gradusimizga qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 25 gradus qo'yildi. Burada ko'raman. Podogrev sideniya isitishlarni ham ishlatishimiz mumkin. Oyna isitishi, rulda isitishi, to'liq hamma qish kuniga shu salonni qizitib qo'yishlik uchun hamma funksionalda ishlatib berganmiz. Yozgi kuniga esa bemalol abduf sideniyalarni ishlatish mumkin. Abduf ishga tushdi va yozgi kuniga konditsioner qo'shib qo'ysak bo'ladi. Sistema o'zi to'liq eng past gradusga tushib, mashina salon haroratini tushirib beradi. Komanda ketdi, 16 gradusga tushdi. Kimga shunaqa xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dongfeng 008 avtomobil egalariga bemalol aloqaga chiqishlarini tavsiya berib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.